Qadrdon obunachilar, Epicani ham ko'pchilik so'rashganda, arzon lasetini puliga mana sizlarga Epica mashinasi zo'r joy, narxi juda ham arzon. Bitta kapotni o'zi kraska, qolgan joyi top-toza mashina, qolgan joyda petnosi ham yo'q mashina. Xudo xolasa, motor 2lik ekonomishni Toska motordan yog' gram yog' yemaydi. Narxini bitta aytaman, sirazi laykni bosib, shunaqa Epica o'qtarga yurgan nimaga o'rtoqlaringizga jo'natib qo'yasiz. Narxi $4950. Bemalol mana shunaqangi tozasi bilan solishtirib ko'ravering. Menga ponni kraska narxini gapirish yo'q. Mana shunaqangi tozasini topib turib, keyin aytinglar. Bitta kapotni o'zi kraska. Yurgani qancha dedingiz? 334 ming. 3 kunlikdan sal oshgan ekan. Xo'p, mashina salonlari ham juda chiroyli ekan. Buni mexanika 2 motorda hamma yo'q akurat, joy-joyida turibdi. Kraskasi bitta shuni nimani o'zida ekan. Arka eshik nima ochilmadi? Bekit, ha, bo'ldi, ochdim shekilli. Bekar ekan. Salonlar ham zo'r ekan. Etdim bittalasida buni qanchadan keldizam, bu Epicani kelganda maras. Epicsidini. Padgalonlar hamma bor. Saga diskalarda. Saga diska adashmasam nechili bu jonivor. Ko'rolmadim, 17-18 bo'lsa kerak-da. Pakelini propandan, pakelini metandan bu. Pakelini propanda. Tayyor, shunday olib turib, Rossiya qatnayman degan odamga to'g'ri kelaveradi. Kirishgan qancha o'dingiz? Hali yechib qo'yibdi-da bolalar. Nima yechasiz kirishganmi? Stakanchilarni, svichalar yangi qo'yilgan. Ay yaxshi. O'zi ham changi bilan turibdi ekan, bir 5-6 yillik. Yuvilgani ham yo'q ekan. Oxirgi narxi 4950 dan kami ham bormi? Yo'q, oxirgi narxi shu. Banki bormi, yo'qmi? $3100 banki bor. $300 banki bor. $1800 bergan bo'ladimi shunda? 1850 beradi. $1850 bersa, mashina minib ketib yopib ham bo'laveradi bankini. Xo'p, jichcha oz bo'lmaganda banki ham bor ekan. Varianti ham bor degan narsa endi bu. Lekin mashina istara bo'lib, tekis bo'lib turibdi. Laykni chiroyli qilib bosib o'zga jigara arziydi. Yoki bo'lmasa birata arzonroq lasetini puliga olib minib olishga ham bo'laveradi. Bu Epicani bilgan biladi, voha tomonlilar. Mana shu Surxondaryo, Qashqadaryo bolalari biz bilan birga poyga o'ynardi Rossiya qatnagan paytimizda. Rosa yurishardi bu mashinalarda. Jigarlar bosamiz.